Shahar qulayliklariga ega bo'lgan, shahar markazidan 6 kilometr uzoqlikda joylashgan sokin, tinch mahalladan bitta chiroyli hovlini ko'rsataman. Orzu qiladigan hovli, orzu qilmasdan iloji yo'q. Agar shunaqa hovlilarni orzu qilganlar bo'lsa, bitta like-chani qizartirib qo'yamizda, kommentda o'z fikrimizni yozib qoldiramiz. Uyni ko'rishdan oldin sizlarga hujjatlarni tanishtirmoqchiman. Kadastr hujjatlari, oldi sot shartnomalari va bugungi uyimizda ikkita guvohnoma bor. Bu hamma uyda ham bo'lavermaydi. Birinchi guvohnomamiz yer uchastkalariga bo'lgan huquqning davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida guvohnoma. Ikkinchisi esa binolar, inshootlar va ko'p yillik daraxtlarga ega bo'lgan, diqqat qiling. Ko'p yillik daraxtlarga ega bo'lgan huquqni davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi haqida guvohnomalargacha bor ekan. Qoyil qoldim. Hujjatlar juda ham a'lo, hamma narsasi bor. Hech joyda qarzi yo'q. Demak, 7 sotixlik hovlini sizlarga ko'rsataman. Mana bu kirorish qismi. Uyimiz juda ham zamonaviy tarzda ko'tarilgan, ya'ni barpo etilgan. Biroz chala ishlari qolib ketibdi. Ya'ni fasad qismlarida ishlarimiz bor. Xonadon egalari o'zimiz uchun qurganmiz, niyat qilib qurganmiz. Farzandlarimga, kelinlarimga alohida xonalar qilib qurganmiz, lekin ming afsus, farzandlarimiz ishi Toshkentda bo'lganligi uchun biz Toshkentga ko'chib ketyapmiz. Afsus, bu uy sotiladi işte. Shuning uchun bizga murojaat qilgan. Buni esa sizlarga taqdim etamiz. Xo'p, bu kirorish qismimiz, darvozaxonamiz bo'ladi. Mana bu joyda shuni ko'rsatasiz. 3 ta xona joylashgan, alohida yosh kelin-kuyovlar uchun hamma sharoitlar bilan 3 ta xona bo'ladi. Kirganimizda bu yerda uyimizda asosiy mehmonxonasi joylashgan, juda ham kattagina mehmonxona bor. Xo'p, hamma narsa sifatligisidan qo'yilibdi do'stlar, sifatligisidan. Birorta ham arzon material ishlatilmagan. Bu tomonda esa uyimizda podval qismi bo'ladi. Har bir joyda isitish moslamasi alohida montaj qilingan, elektromontajlar ham misligidan qalinidan qo'yilgan ekan. Demak, kiraveramiz. Mana shunday G-obrazli darvozaxonamiz. Bu yerda har bir uyimizda podval qismi bor do'stlar. Podvaldan ham unumli foydalansak bo'ladi. Bu yerda mana kladovka qilib foydalanishmoqda xonadon egalari. Hozirgi kunda uyda hech kim yashamaydi va yuqorimizda mana shu podval yuqorisida oshxona joylashgan. Hozir operatorimiz chiqib ko'rsatadi. Oshxonasi birinchisi xonamiz, demak, ovqat pishirish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Ikkinchisi ovqatlanish xonasi, ya'ni stoloy qilib foydalansa bo'ladi. Elektromontajlarini ko'rishingiz mumkin. Hammasini moslashtirib ketgan. Agar kim sotib olsa, elektrik nomerlari shu yerda bor, kelib davom ettirib beradi. Включательlarni, ya'ni rozetkalarni qo'yib berish kerak. Bu xonamiz o'tirib ovqatlanish uchun mo'ljallangan ekan. Plastik romlarni ko'rsatib o'tamiz. Ichkari tomondagi plastik romlarimiz 2 qavatlik, tashqi tomondagi, ya'ni ko'cha tomonga qaragan romlarimiz 3 qavatlik oynadan iborat bo'lyapti. Aytib o'tganimdek, hammasi juda ham sifatligisidan. Endi strapilar, bolurlarimiz hammasi rossiyaga qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Hozir bitta mana bu yerdan navbatdagi xonalarni ko'ramiz, keyin hovli tomonga o'tamiz. Hovlimiz ham juda ham a'lo ko'rinishda. Keling. Video biroz cho'zilishi mumkin, lekin oxirigacha tomosha qilsangiz, ketkizgan vaqtingizga achinmaysiz. Demak, uyda hujjatlarini qo'yib qo'yaman. Qarang. Kamera qo'yilgan ekan. Hovli tomonda bor, darvoza tomonda bor, ko'cha tomonda ham bor. Mana bu yerda ham bor. Bu bitta daxlisimiz va bu yerda uyimizda yotoqxonasi. Uyga shundoq kirib yashab turib, qolgan ishlarni davom ettirib olsak bo'ladi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Mebellar ham, agar kim tushunsa, mebellarni juda ham sifatligisi qo'yilgan. Konditsioner LG dan, aytgandek, hamma texnikamiz LG, chunki bugungi xonadon egalari LG ni moslasa ekan. Shuning uchun texnikalardan muammo yo'q. Endi do'stlar, sizlarga yashil hududini ko'rsatamiz, ya'ni yashil maydon. Umumiy ko'rinishda operatorimiz ko'rsatadi, uyimiz qanday tushgan. Demak, P obrazli bo'ladimi? Bu tomoni qo'shni devori, bizaniki mana shunday 7 sotixga mana shunday to'liq yopilgan shaklda imorat ko'tarilgan. Mana diqqat e'tiborimni tortgan narsa, mana bu yerdan ko'rsatamiz. 5 ta kolodez ko'rdim. Yo'q, 1 2 3 4 5 6 ta. 6 ta kolodez ko'rdim do'stlar. Bu nima uchun? Hozir tushuntirib o'taman. Oshxonaga alohida, sanuzillarga alohida, tarnovga, yomg'ir suvlariga alohida kolodez va yana дополнительный qo'shimchalar, tashqaridagi sanuzillarga ham alohida, oshxonaga alohida. Hammasi alohida kolodezlar qilingan. Bu yashil hududi mevali daraxtlar hammasidan bor. Uyda hech kim yashamaganligi uchun mana shunday ozgina betartib bo'lishi mumkin. Bitta bu yerga gazonchalarni ekib qo'yib, chiroyli landshaftlarni qilib qo'ysak, vau bo'lar. Yoki o'rtaga bitta bassenchanimi, fontanchani o'rnatib olsak, zo'r bo'lar ekan. Bu tashqaridagi sanuzil. Endi men sizlarga hozir mana bu tomondan boshlab ko'rsatib kelaman. Yana bitta diqqatimni tortgan narsa, ushbu uyning alohida namozxonasi qilingan ekan. Marhamat, shuni bitta ko'rsatamiz mana yerdan. Aynan bu xona namoz o'qish uchun tayyorlangan ekan. Mana shunday ko'rinishda. Xo'p, bu yerda sanuzil qilingan, dush, bir 3 tami borda, 4 tami, 5 ta sanuzillar bor bugungi uyimizda. Birdaniga santexnik montajlarini ham ko'rsatib aytib o'tib ketamiz do'stlar. Santexnik montajlarimiz ham eng sifatligisidan qilingan. Buni usta akalarimiz ko'rib tushunishi mumkin.
Hammasi juda ham yaxshisidan qo'yilgan ekan. Katyollar ham, duh konturli katyol har bir xonalardagi alohida montajlar qilingan. Hammasi bitta emas. Xo'p, suv masalasi. Bu ana shu yerdan ko'rsatmoqchi edim. Bitta ko'raylik erinmasdan. Bu yerda ikkita suv bor. Ya'ni birinchisi davlat tomonidan keladigan suv va bashundan o'zini hovlini o'zini alohida individual nasosi bor. Ya'ni artizandan keladigan suv. Bu davlat tomonidan keladigan suv ekan. Nasoslarimiz mana shu joyga o'rnatilgan. Bitta endi fasadga yaxshigina mehr bersak, hovlimiz juda ham chiroyli bo'ladi. Xo'p, yozgi oshxonani ko'rsatamiz. Yozgi oshxonamiz hozircha mana shu meshok bilan bezalib turibdi. Bu yerga bemalol tandir, o'choq, qozon qo'yishga sharoitlar qilingan. Bu yerga ham gaz, suv svetlar olib kelingan. Mana bu joyda turibdi. Mana hozir mana shu yerda rakovina uchun maxsus montajlar qilib ketgan. Mana shu yerdan ham elektromontajlarni ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Juda ham ko'p avtomatlari bor. Hammasi Yevromontaj hisoblanadi. Marhamat, mana bu joydan siz xonadon egalari aytishi bo'yicha bu yerda sport zal qilmoqchi bo'lgan ekan farzandlari. Mana meshok ilishga ham joylar qoldirib ketgan. Oilaviy biznes ham qilmoqchi edik, o'shanga ham moslashtirganmiz deyishdi. Mana radiatorlarni ko'rsating va mana bu joyda bilmayman, kattagina sanuzel yoki bu yerda suv shilka deb atalsa ham bo'ladi. Qarang. Ikkita unitaz uchun joy qoldiryapti. Mana bu yerda yana bitta unitaz bo'ladi. Bu mana shunaqa unitazi, arisonlar bor, radiatorlar bor va mana bu yerda ham mana kir yuvish mashinalari uchun hamma montajlar qilingan deyishdi. Suv shilkalarigacha bor va bu tomonni dushga mo'ljallangan ekan. Bu kattaroq hammom bo'lyapti bu xonamiz bizlar. Bu yerda mana katyol o'rnatilgan. Hamma xonani katyoli mana shunday alohida qilingan ekan. Xo'p, yana xayr qoldi ko'rsatilmagan. Hamma joy ko'rsatilgan. Cherdaklar. Cherdaklarimiz ham juda ham chiroyli ko'rinishda. Tom qismimiz shifer qilingan. Suvdan, gazdan, svetdan muammo yo'q. Hammasi mavjud bugungi uyimizda. Yer maydoni 7 sotixni tashkil etadi. 10 ta xonasi bor. Suv, gaz, svet hamma narsa kirgan. Faqatgina fasadlarni qilib, biroz chalashlarni bitirib olsak, uyimiz tayyor bo'lyapti. Manzilni eslab qoling. Samarqand viloyati, demak, shundoq charxin mostidan ichkariga kirganda mana shu mahallaga kelamiz. Mo'ljal bu yerda xleb zavod bor ekan. Mana shu xleb zavodning oldida mahalla juda ham tinch, osoyishta. Qo'shnilarni so'rashdik. Hammasi yaxshi insonlar, ko'pchiligi Amerikada ekan do'stlar. Ko'pchilik yashamas ekan, hammasi Amerikaga ketgan deyishdi uy egalari. Bu xonadon egalari ham Toshkentga ko'chib ketmoqda. Narxi $110,000 yana kelishtirib beriladi. Xonadon egalarining raqamini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin. Videoni aynan shunaqa hovli izlab yurgan barcha tanishlarimizga jo'natib qo'yamiz. Like bosing, komment yozing. Hammaga mana shunaqa chiroyli uylar nasib qilsin deymiz. Hovli deydiganlarga marhamat, sizlar uchun ajoyib variant bo'ldi. Hammaga rahmat.